Hürmetli vatandaş, bugün Kislah 2025 yıl 6. ayının 11. günü ettiği çarşamba. Ben de sizge aytay ki, adetki haberimizde başlaymayız. Ekranda uzul kisil nazıklaşıp gitti. Rıbao, yani halk geziyeti, devlet kança içi bitilse şunca terakki kıladı. Prezident Donald Trump, Cungonu azat kıladı. Prezident Donald Trump, Cungonu azat kıladı. Tong Wen-shun, 6. ayının 11. günü yutu. Kısa haber. Yana bir haber, Beycan çoçup gitti. Prezident Donald Trump, Suriye armiyasının qayta quruluşunu tasdiqladi. Muhimi Uyg'urlardan tashkillangan 84-diviziya 1500 kishilik harbiy qo'shin ajdahor masalalik diplomatlarni cho'chitib o'tdi, qo'rqitib o'tdi. Umid sadasi 6. ayının 11. günü yutib. 3500 kishilik Uyg'ur harbiy qo'shinlari harbiy porma kiyib, harbiy qurol-yarog' bilan safga tizildi. 3500 kishilik Uyg'ur harbiy qo'shinlari harbiy porma kiyib, harbiy qurol-yarog' bilan safga tizildi. Bugungi vaziyat xarakterli xabarimiz juma vatandoshim. Tez xabar. Prezident Donald Trump Jungo bilan kelishim hosil qilindi dedi. Tamojna beji 50%ga qo'shildi, 10%lik tamojna beji. Yani bu yerda 55%lik tamojna beji Amerika qo'ydigan bo'ldi, 10%lik tamojna beji Beijing qo'ydigan bo'ldi. Gördünüzmü? Kelishim qanday imzolandiga vatandosh. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo tamojna beji kelishimi hosil qilindi. Amerika Jungo'ga 55%'dan tamojna beji qo'ydi. Jungo Amerikaga 10%'dan tamojna beji qo'ydi. Tong Wen-shun 11 minut ilgari 6. ayının 11. günü yutup vatandaş. Yani bir haber, kısa haber vatandaş. 5. ayda Jungo'nun import savdasının o'ti o'shdi. Amerikaga eksport qilish 34% kemiyib ketdi. 34-5% kemiyib ketdi. Demek Amerika bazarıga kirish, Jungo'nun mal besati, tovarları Amerika bazarıga kirish 34-5% kemiyib ketdi. Nemeden direkt berdi vatandaş? Jungo Kompartiyasining rahbarligidagi bugungi Jungo'nun ichki iqtisodiy ahvoliga nazar tashlagan vatandaş. Zor kasatchilik yetib kelish oldi turdi. Angliyada suhbat ustida tavqaga aylandi. Tayvan arzusi hassilab ochdi, isbotlab berdiki, Amerikaga Jungo kerak emas. Tong Wen-shun yuqorqi xonim 6. ayning 10. kuni seshanba yutib. Xi Jinpingni bekor qilish, yana bir xabar. Kengaytirilgan yig'in unda ixtiyoriy elchiliyi vermeydi. Kompartiya Xi Jinping yaratgan o'tni, Xi Jinping yoqqan o'tni o'chirmoqchi bo'ldi. Apollo axborot to'ri 6. ayning 10. kuni yutib. Demak, Xi Jinping yoqqan o't deganda 13 yil jarayonida o'ttirg'i chiqqan barliq siyosatlar agar bir o't yoki bir uchqun deb qarasangiz, hammasini o'chirib tashlash. Demek bir yerde işiniz olsun, Uygurlarga qaratgan siyasi Xi Jinping'in bu içki siyaset buluştan tashqi siyaset meselesi vatandaş. Bu mustamlika elga tutgan muomalada içki siyaset buluştan tashqi jinoyat meselesidir. Şuna hazır Xi Jinping hakimiyeti ve onun qoldiqlari Uyg'uriston meselesiga javob bergan ikki yo'l bilan javob berdi. Biri mustamlika sharoitda bir jinoyat, İkincisi mustamlika sharoitning sirtida xalqaro jamiyat oldida yana bir jinoyat. Hozir o'ti o'shdi yoki Xi Jinping
yakkan ot yoki Xi Jinping yo'l qo'ygan siyosatlarning hammasi o'shirildi. Abdulloh axborotlar. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump mushabda Xi Jinpingning tug'ilgan kunida Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatganligini e'lon qildi. Bu bir qiyos yoki faraz shaklli bir abzas fikr ekan vatandosh. Buning avtori Lavrnes TV'da bilisizlar. 6 ayning 10 kuni Utopiyada, 6 ayning 14 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tug'ilgan kun. 6 ayning 15 kuni Jungo'ning raisi Xi Jinping tug'ilgan kun. Endi hozir Lavrnes deydi, mushu kunda xotira shaklida yoki tarixiy bir keskinlik davr. Ne oldiga keltirib, prezident Donald Trump mushu kun Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatamdi deb faraz va qiyos bilan o'tirib qo'yibdi deb aytadi. Prezident Donald Trump yana bir xabar David lagerida harbiy taraf amaldorlari bilan birga maxfiy yig'in ochdi. Rayon xarakterlik siyosatning ko'langullari. Prezident Donald Trumpni strategik siyosatda tartibga solishga majburladi. David Lager yig'ini maxfiy yig'in ajda deyildi. Endi chiqarilgan xulosa hozir rayon xarakterlik masala, ya'ni geopolitik masalalar tufayli mushu vaziyat hozirgi kunda prezident Donald Trump'dan David Lager'da maxfiy yig'in etishga majburladi. Yoki majburiyat bo'lib qoldi. Osmon yiroq, yer qattiq to'rbiti 6 ayning 10 kuni yutib. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump Amerikani ziyorat qilishga taklif qildi. Jungo partiyasi bayonot e'lon qildi. Bayonot ajoyib, g'aroyib. Partiya katibi Xi Jinping Amerikaga ziyorat kelishni xohlamaydi. Hem onunla mundaq fursatmi yo'q. Prezident Donald Trump masalan bu yil 1 ayning 20 kuni Oqsaroyga kirish, vazifa topshirib elish murosimiga Jungo'dan rais Xi Jinpingning kelib qatnashishni taklif qilgan edi kamida. Uning o'rniga Xitoyni va Shanxaylik Amerika Qo'shma Shtatlariga Xanjingni avatdi o'zi kamida. Onundan keyin yana Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trump taklif qildi. Xi Jinping'de sata chiqmadan bugun hozir xulosada kelinmaydi. Unda fursat yo'q. Degan xulosa chiqarildi. Bu obzor. 6 ayning 10 kuni axborot yashmisi obzorda Woody Allen böyleki halkalık peytle tor betideki obzorchilarning birisi Woody Allen. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar, yani bir xabar. Kaliforniyada yuz bergan to'polon to'g'risidagi xabarlar uchurlar kishini cho'chitdi. Los Angeles shahri Shaxsidorisining boshlig'i mundaq oshkorildi. Zo'r oshkorlash. Los Angeles shahrida yuz bergan to'polon Jungo Kompartiya aralashganligini o'chirg'ili bo'lmaydi. Abdulloh axborotlar 6 ayning 10 kuni. Zo'r voqea yuz berdi. Shanxay tuyuqsiz kontrollikdan chiqib ketdi. Bir necha 10 ming shahar aholisi Shanxay shaharlik hukumatni qorishib oldi. Saqchilar maydon tozalamoqchi bo'ldi. Hu Shin motivi 6 ayning 10 kuni YouTube. Yani bir xabar. Xi Jinping'ning eng oxirgi qo'g'dinish qo'rg'onimi beshib tashlandi. Shavla maliyasi 6 ayning 10 kuni YouTube. Oxiratlik tayyorlik qilish. Torbatlar pat-paraq bo'lib ketdi. Dunyoga nazar, Rumyanning nazari 6 ayning 10 kuni YouTube. Jungolog ayol biologiyalik mikrobni yo'shirib Amerikaga chegaradan kirdi. Federal tekshirish idorasi g'azablandi. Bularni tutib oldi. Amerikaning bexatarligi tahdid dedi. Bu shaxsning qilgan ishimi yoki sistemlikmi? Shaxs qilgan ishmi yoki bir sistemlik bir ishmi yoki davlat harakatimi?
Yezigilik terörizmi dedi. Canfeng Şıkı 6. ayının 10. günü yuttu. Yani bir haber, Xi Jinping taxtdan tushish oxirgi nuqta emas. Balki Jungo Kompartiyasi ijtimoiy tuzumi uchun oxirgi sinoqdir. Kompartiyaning oxirgi sinig'i, bugun Xi Jinpingning oxirgi sinig'i. Xi Jinpingning taxtdan tushganligi bu kompartiya uchun sinoq. Xi Jinping taxtdan tushish bilan ish oxirlashamdi, unda gap yo'q. Agar Xi Jinpingning taxtdan tushganligi yana qandaqdir bir harakatni, qandaqdir bir tasodifiy harakatni o'ttirib chiqarishga bir omil bo'lib qoladigan bo'lsa, u vaqtda bugun Jungo Kompartiyasining taqdiri nima? Uning oqibati nima? Savol keldimi vatandosh? Bu savol ayni chog'da Gorbachev hokimiyati shunday kelgan edi ya. CSSK, Ruminiya hokimiyatiga shunday kelgan edi ya. O'xshash. Kommunizm dunyosi o'xshash, voqealar o'xshash, harakatlar o'xshash, mustabidizm o'xshash, uning oxirgi natijasi o'xshash. Bu bizning logikali xulosamiz, hurmatli vatandosh. Shunga Xi Jinping taxtdan tushdi, Jungo Kompartiyasi aytganda bu bir sinoqdir deydi. Yoki uning taqdiri qanday bo'ldi? 6. ayının 10. günü TikTok özünü torbetini belirtmişti. TikTok özünü torbetini belirtti. Yani bir haber, Wang Ho'nun Xi Jinping'e akıl ko'rsatdi. Derhal partiya demokratiyasi yo'l qo'yib, noya darajalik saylam bu torbetlarni yechib o'tish kerak. Derhal noya darajalik saylam umumiy saylam bilan elib berilishi kerak. Wang Ho'nun akıl ko'rsatdi Xi Jinping'e. Uyg'uriston nima aytyapsizlar? Uyg'uriston Bintvanni saylandı yoki Xonalik Xitoyni saylandı yoki Mehmet Samat deydigan bir odamni saylash huquqi bormi Uyg'urning? Mashinray gubernator Mashinray ko'chmanlar hokimiyat, siyosiy hokimiyat. Uyg'uristonda ko'chmanlar siyosiy hokimiyat. Gubernatorlik hokimiyatining gubernatori Mashinray, siz bizga och yo'lga kelib qoldingiz. Sizning farqingiz o'xshamaydi jumon. Siz başkalardan farklı, bu farklanışınız okşamaydı cumhur. 28 ülke degende ulağı okşamaydı. Tibet Uygur'un rayını, Tibet rayını Uygur rayını deysler o. Şincan Uygur Abdunum rayını, Tibet Abdunum rayını deysler o. Bu raylarının farkı. Maşınrı yapan da okşamaydı. Sizden talışınız intayın ciddi talaş. Şınsızay bulup talınamsız var. 1913 yılındaki Kaşgar'ın hakimiyet tungan. Matitay bulup talınamız. Aldığınızda tallaş durza, Maşinröy. Belki bu tallaş nayt kıyıngı toktaydı sizge deyme. Çünkü Uygur halkarada koş toplavatıdı. Uygur halkaralaşkan koş bulup uyuşuvatıdı, ittifaklaşıvatıdı Maşinröy. Görgensiz, düşüngensiz, Maşinröy. Bugün hazır bir haberimizde bağım yokmuş haberlerimini içinde bilmeymen. Ülke dercilik hakimiyetle Xi Jinping'in takdirden haber taptı. Xi Jinping aslındaki Zhongnan Hay'daki işhanesi Yintay'dan ayrılıp hazır Chunyi-Zay deydiğen bölekке köçürüldü. Yaki bu bölek Xi Jinping'in işhanesiydi Yintay'ın. O bölek Xi Jinping'in işhanesi emez Chunyi-Zay. Chunyi-Zay'ga köçürüldü. Demek işhanesi almıştı, işhaneden köçürüldü. Xi Jinping hakimiyetini hukuktan ayrıldı degan gap deyme. Maşinröy, Qarasonkida kelib bo'ldi bu haberlarga. Şuna sizga tallash, antayın mühim tallash. Bugun ochqo'shni eling, saqchining qo'lidagi ochqo'shni eling, jazo lagerining darvozasini eching. Maşinröy efendi. Saqchining qo'lida ko'tarib yurgan ochqo'shni eling, turmalarning ishkini eching. Maşinröy efendi. Uyg'urda qo'yib bering. Mana bu aç yolda siz cevap berdigan birden bir mesele. Birden bir cevap. Avval siz muşunaga cevap berisiz, andan keyin boshqa yo'lni tanlaysiz. Agar siz yana mush yo'lda qat'iy turaveradigan bo'lsangiz, Maşinröy jinoyat ustiga jinoyat qo'shildi. Qarab baqing, ha? Sizning akingiz sizni o'rinlashtirgan Xi Jinping qaysi kunda? Sizga necha savol?
Naylerce sayılan o torbetlerin ekibi çıkarak. Bunda kılgan da partiyanın hayatı, Cumhuriyet Kompartiyasının hayatı ve Xi Jinping ailesini saklap kalalaydı dep akıl gösterdi Wang Hu'nun. Xi Jinping'e su şahı 6. ayının 10. günü yuttu. Bütünlüğe hatalaştı. Yani bir haber. Xi Jinping agahlandırış tapşırıp aldı. Her vakit digidek köpçüket ayrılıp gitişi mümkün. Köpçüket. Cungu harbiy parat ötküzmekçi bolsa Amerika'dan ruhsat elişi gerek. Tekrarlayayım. Cungu harbiy parat ötküzmekçi bolsa Amerika'dan ruhsat elişi gerek. Ümit Sadası TV 6. ayının 10. günü, 9. ayının 3. günü Cungu harbiy parat ötküzüldü. Belki muşa harbiy parat Cungu ötküzmekçi bolsa Amerika'da ruhsat elişi gerek. Kandaşken dünya, vatandaş, benim için daktilim. Yani bir haber, Xi Jinping'in kızı Xi Mingzi tünci kıtım aşkarı oturuğa çıktı. Xi Jinping pensiyaga çıkkandan keyin belki bir aile Rossiyada o'ltiraqlashib qolishi mumkin. Cho'nqur tahlil Johnson 6. ayının 10. günü YouTube. Yani bir haber. Xi Jinping ailesi nazarband qilinishi mumkin. Xi Mingzi tunji qitim Jungnan hayda paydo bo'ldi. Alqiliq paytlar 6. ayının 10. günü YouTube. Yani bir haber. Xi Jinping can tikib elishdi. Wen Jiabao Xi Jinping en ahirgi elishish. Los Angeles voqeasining keynida Cumhuriyet Kompartiyasining qora qo'lining borligi rost bo'lib chiqarmi? Ümit Sadası 6. ayının 10. günü YouTube vatandaş. Yani bir haber. Los Angeles voqeasiga Cumhuriyet Kompartiyasi aralashdi. Tang Jingyuan torbiti 6. ayının 10. günü YouTube. Tez haber. Amerika Cumhuriyeti London Tamoyda Sodisi sohbeti 6. ayının 9. günü resmi başlandı. Bugün başta Prezident Donald Trump ilan kılmıştı ama 55% başlıydı Amerika Koşmuş Ştatları, 10% başlıydı Cumhuriyet. Kararlaştı, bekitildi diyen gep. Sohbet ahırlaştı diyen gep edenler. Eksport tügeçti, mal bağısı çüp gitti. Kerem kemiyip gitti. Cumhuriyet iktisadının şibirgallak, külleri yetip geldi. Fırala berdaşlık bir adamdı. Ümit Sadası 6. ayının 10. günü YouTube. Wang Yang Cumhuriyet Kompartiyasını yoktamdı. Asli eş mundakşken danla. Kimdeydi? Royup buluştum. Dünyaya nazarı. Vivi'nin dünyaya nazarı. 6. ayının 10. günü YouTube. Yani bir haber. Xi Mingzi şur berdi. Hazır Xi Jinping'in kızı Xi Mingzi bu Harvard'da okuydu. Harvard'da okup azı Beijing'e qaytqanday qildi. Bu kishi o'ttirib chiqib kelyapti. Xilma-xil gaplar o'ttirib chiqyapti. Shunga men bugun bu leksiyada 3 qatim eg'iz qoldim Xi Mingzi deganni. Bu Xi Jinping'in qizi ekan, vatandoshim berdi. Yana birisi keldi. Xi Mingzi uchirib berdi. Xi Jinping tragedik turmush ichida qoldi. Dadasi tragedik turmush ichida qoldi. Cumhuriyet Kompartiyasi hamda padazlab o'ltirmaydi. Xi Jinping Jungnan haydan tashqariga chiqolmaydi. Apilli axborotdir. Hozir Rossiyaga o'ltiraqlishi mumkinmi? Dedik, lekin bu yerda chiqolmaydi. Jungnan haydan chiqmaydi, chiqarilmaydi, chiqib ketish mumkin emas. Bunda tragedik turmushni uning qizi Xi Mingzi oshkorlab berdi. Endi xabar oxir xabari ülke ve bölümler yukarı derecelik emeldarlar Xi Jinping'in hukuktan ayrılıp kalganlıkını bilip oldu. Mazolu haber 6. ayının 10. günü Renminbi'de ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Ötken ön ay içinde
Çünkü Kompartiyası arkadan koyup bergen uçurlar. Partiya Merkezi Komiteti başı Xi Jinping'in harbiy işler hukukudan, partiya hukukudan, bulup mu yakından beri Cumhuriyet'in merkezi rayında olturalmağanlıqın dellep berdemesen, yem tayidi işxanası var yerden yötkülüp, yaki yötküp etilip, köy yüzeydiğe köçürüldü. Belarusya Prezidenti Lukashenko ile Bençen Erdani bilen yürüyüş ahvalımı tolumu gayri bir iş. Kişiler onun hareketinden çektiğimi ve uçurallığını körüstüperdik, guman kılıştı. Xi Jinping'in hukukudan ayrılıp kalkanlığını Merkezi Komitet siyasi bürodaki yukarı katlam rehberle bilip bulgandan sert ülke ve bölüm dercilik emeldarların bu işten haber taptı mı? 28 ülkede şu yana memurileri, sekreterleri, reisleri bu degenler. Ulamı Xi Jinping'in muşu halda hukuktan bütün ayrılganlığından ibaret bu haldaki ahvalını Xi'mizi aytqandek tragedik ahvalıdan yerlik hakimiyetlerimi uçur taptı mı, haber taptı mı? Ulamı okşaşlar. Bu işten, yaki Xi Jinping'in hazırki ahvalıdan haber tapkan kişilerdir ve haber tapkan ve bu işini bilip bulgan emeldarlardır. Vatandaş,